Sog' bo'ling, to'y bo'lsin. Xullas, Sirojni erga tegaman deb murojaat qilib kelgan opamiz hozir to'liq salomlashadilar, fikrlarini aytadi. Rossiyada yurgan opalarimiz, akalarimiz diqqatiga har doimgidek Tespa ilovasini Play Market App Store'dan yuklab olamiz hamda O'zbekistonga ko'proq pul jo'natamiz. Boshqa ilovalar bilan bitta solishtirib ko'ring, menga rahmat aytasiz. Rossiyadan turib gaz, suv, svet barcha usluga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Endi videoni boshida aytayapman, bizga faqat Telegramdan video vizifdan chiqinglar. Hozir raqam aytib o'taman. SMS yozasiz, telefonni o'zidan telefon qilasiz, голосовой tashlaysiz, surat tashlaysiz. U hech narsa sizga yordam bera olmaydi. Men ham yordam bera olmayman, o'zlaringiz ham yordam ola olmaysizlar. Faqat Telegramdan video vizifdan chiqing. Mana bu opa ko'rsin. Agar kimdir uylanaman desa, bu kishiga ma'qul bo'lsa, Bobojon o'z kanalida bir kunda to'ylaringizni qilib beraman. 95lik kodi bilan 857 87 00. 95lik kodi bilan 857 87 00. Faqat Telegramdan video vizifdan chiqing. Video vizifdan. Chunki bu kishiga ko'rsataman. Bu kishi голосовой tashlagani yo'q. Yoki SMS yozgani yo'q, suratini tashlagani yo'q. Jonli mana kelib o'zlari ishtirok etyapti. Bu inson ham tegadigan insonni ko'rishi kerak. Xullas, men faqat yoritib beraman, tengi chiqsa to'ylarni qilib beramiz. Endi o'zlarini ko'rsataylik. Hozir o'zlari salomlashadi, fikrlarini aytadi. Bobojon o'z kanaliga salomlashib, fikringizni ayting qani. Assalomu alaykum Bobojon aka. Mening ismim Shahlo. 9 yoshdaman. Erga tegish uchun keldim. Bobojon o'z kanalni yaqindan kuzatasizmi yo ancha bo'ldimi kuzatganingizga? Ancha bo'ldimi kuzatganingiz? Ancha bo'ldi. To'ylarni ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Bobojon o'z kanalidan oqpata kiyib, mana shu oqpata kiyib o'sha Bobojon o'z kanalidan to'y bo'lishga siz rozimi yo norozimi? Men hozir jonli efirda turibsiz, men ovozingizni ham eshitaman sizga. Roziman. Uydagilaringiz ham rozimi? Ha, rozi. Bu yerga kelganingizni uydagilaringizni xabari bormi? Bor. Akalarim, opalarim, men shunchaki savol beryapman, chunki bu kishini buvingiz bo'ladimi, onangiz bo'ladimi? Yoshlari 100 ga yaqin a? Ha, bu yil 100 ga kirdi. 99 yoshda a? 99 yoshdalar buvisi bor ekan, borib gaplashganman, duo qilishgan, meni ham, xalqimizni ham, bu qizlarni ham duo qilishgan. Agar kim 100 ga kiraman desa, mana shu kishiga uylaning. Chunki buvalarga kirgan, sizlar ham 100 ga kirasizlar, opani o'zlari ham 100 ga kiradi. Endi Allohning bergan joni kimdir 50 yoshni ko'radi, kimdir 70 yoshni ko'radi, kimdir endi hammasi buni Alloh biladi. Endi men hazilona bir shirin gap aytmoqchiman. 100 ga kirmoqchimisiz? Mana shu opaga uylansangiz, buvalari 99 yoshda, bu yil 100 ga kiradi. Bu qizni o'zi ham 100 dan oshadi yoshi, sizlarni ham yoshingizni 100 gacha olib boradi. Nima dedingiz? To'g'ri. To'g'rimi? Endi 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz, realni gaplashamiz. Xullas, taxminan 20-30 minutdan keyin ikkinchi ayolni sizlarga ko'rsataman. Taxminan. Chunki ikkita mavzu ketyapti, ikkita ayol kishi kelgan, bitta olib boramiz, aralash bo'lib qolmasligi uchun. Endi salomlashingda qayerga turmushga chiqasiz, o'zingiz bir boshdan aytib boravering. Nimaga desangiz, mana bu yerda qarang, 119 kishi, to'g'rimi? Mana hozir 92 kishi bo'lib qoldi. Hozir bu yerga 1000 kishi ham bo'ladi, 2000 kishi, 5000 kishi ham bo'ladi. Yo birdan 100-200 kishiga ham tushib qoladi. Endi yangi ko'rayotganlar bor, endi kirganlar bor, chiqib ketganlar bor. Shu uchun har kim sizni fikringizni eshita olmay qoladi. Gapiring. Samarqanddan endi qayt ana o'sha yaxshi bo'lsa bo'ladi.
Odamlara yo'qshab bo'lsa bo'ldi. Sizni o'zingiz bir boshidan kelamiz. Qoraqalpog'iston, Xorazm Respublikasi, endi Qoraqalpog'iston Respublika, Xorazm viloyati bo'ladi. Ana shu uzoq tomonga, shu tomondan agar uylanaman desa, tegasizmi, yo'qmi? Tegaman. Buxoro Navoiygachi, Tegaman. Surxondaryo Qashqadaryogachi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqanddan keyin, Qashqadaryodan keyin Surxondaryo. Bu tomonga ham turmushga chiqasizmi? Endi shu tomondan kuzatyapti sizni. Tegaman. Jizzax, xullas Sirdaryo, Toshkentgachi. Toshkentgacha tegaman. Jizzax bilan Sirdaryoga yo'q. Yo, bo'laveradi. Bo'ladi. Toshkentdan bo'lsa ko'nglingizdagidek bo'ladi. Poytaxt. Poytaxt, joli. Endi vodiychi Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari, ya'ni Dovon oshib vodiyga o'tamiz. Endi bu so'ragan sababi qayerdan murojaat qilinglar, yo qolgan joydan murojaat qilmanglar degan mazmunda shuni to'liqroq savol berib o'tyapman-da. 12 viloyatdan murojaat qilsinlar, 12 viloyatdan. 12 ta viloyatdan. Tanlab olamiz. Tanlab olasiz. Endi hamma joyda deyish. Telefon qilamiz uylanaman degan insonlar 95 lik kodi bilan 857 87 00 raqamida Telegram bor. Telegramga hozir chiqamiz. Neydi? 95 lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga Telegramga video vizitdan chiqamiz hozir. Kim uylanaman desa, opaga ko'rsatamiz, realni gaplashadi. Ma'qul bo'lsa, bir kunda Bobojonimiz kanalida to'yini qilib beramiz. To'qson beshlik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. O'zingiz haqingizda bitta gapirib bering qani? İsmim Shahlo. 86-39 yoshdaman. 80-yil. 86-yil. Ha. Samarqandda turaman. Xo'p. Bitta qizim oilada. Xo'p. Hozirda uy bekasi. Uyda siz bir joyda ishlamaysiz. Hech qayerda ishlayman. Uylanishni qilyapman hozircha. Millatingiz o'zbek, tojik yo Eron? Tojik, ha? Necha yoshgacha turmushga chiqmoqchisiz? O'zingiz 39 dedingizmi yo 40 mi? 39. 39 bo'lsa, 49 yoshga turmushga chiqasizmi? Yo'q, kattami? 49 yosh. Kattami? 48chi, 47chi. Bo'ladi. Qaysi biri? 47 mi, 45 mi, 44 mi? Men endi fikringizni bildimki, chunki shu yoshdan kattalar baribir telefon qilgan bilan tegmaydi yoki tegadi deb shunga aytyapman sizga. 47 yoshgacha bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak, hali noma'lum. 45 yosh toshni bo'ladi. Yo, bo'lmaydi. Bo'ladi. 45 yoshgacha turmushga chiqar ekanlar. Endi 29 yoshli insonga tegasizmi? O'zingizdan 10 yosh kichkina bo'lsa. Yaxshi inson bo'lsa tegaman. Yaxshi inson, javob. Yo, endi men aytganim yosh insonlar ham so'rasa o'zingiz yosh ko'rinasiz. Yosh insonlarga ham tegasizmi yo faqat o'zingizdan kattagami demoqchi bo'lyapman? Yo'q. O'zimni kattaga tegmayman. Yosh bo'lsa yaxshiroq demanda. Sizdan yosh bo'lsa yaxshiroq. Yoshroq. Endi 29 yoshdan shu 30 yosh deylik. 30 yoshdan 45 yoshgacha.
Bo'ladi. Telefon qilamiz 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga srochniy to'ylaringizni qilib beramiz. Sizda? Qayerda o'qigansiz? Biron joyda ishlaganmisiz? Ma'lumot bering, xohlasangiz. Etkos o'qiganman. Men tugatib keyin ishlamadim. Boshqa ishlar shug'ullanib yurib, shu o'tgan yili kompyuter sohasida o'qidim. O'zingiz bitta qizsiz. Bitta qildim. Mana shu Telegram ishlamay qolgan, xarob bo'ladi. Hamma birdan telefon qilsa shunaqa bo'ladi. Birdan kiryapti-ku, o'sha shunday bo'ladi. Antena bo'lmaydi unchalik. Yangi usul demak shunday bo'ldi-ku. Vizif yo'q edi. Telegram hech qaysiga unchalik. O'shandan keyin yaxshi bo'lib ketdi, hozircha yaxshi. Telefon qilyapti, ko'tarib bo'lmayapti. Ketmadi. Qayta telefon bunday bir telefon bir o'chirib yoqib olamiz. Bitta o'chirib yoqib olamiz. O'zingiz sog'lomsiz, ha? Sog'lom, Xudoga shukr. Agar bizda necha kishi Sulton bobo? 140. Bitta like bosaylik. Xudo xolasa ertaga to'y. Tengi chiqsalar. Mana endi yoqdim. Endi balkim tushib qolar. O'zim telefon qilyapman qani. Qanday bo'lar ekan? Siz yotib turasizmi? Charchoq qilmang. Yo'q, mayli. Alo. Hali bilan qildik, bas o'tib tursam bo'ladi. Meni ko'rsatmasalaring. Alo. Bobojon kanali telefon qilyapsizmi? Assalomu alaykum. Gapiring aka. Qayerdansiz? Ko'rinyaptimi? Turkmanistondanmi? Turkmanistonga birinchi odam tegmaysizmi, tegasiz? Boshqa respublika. Uylanasizmi shu qizga? Yuradi bo'lsa. Rozi ekan, qachon kelasiz? Men O'zbekistondaman, Toshkentda ishlayman. Kela olasizmi? Alo. Kela olasizmi Samarqandga? Borib olaman, Samarqandga boraman. Qachon kelasiz? Indinga borib olaman, 2 kundan keyin boraman. Mayli aka, sog' bo'ling, bo'lmasa 2 kungacha agar to'y bo'lib ketmasa aloqaga chiqib keyin kelasiz. Xullas 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz.
Sultan babani chaqirdim. Nima bersin? Kim çağır? Osman. Ha, nima beryapsan? Ha, bir minut. O'zingiz bitta salomlashib, fikringizni to'liq yoritib bering. Assalomu alaykum O'chiruz aka. Ismim Shahlo, yoshim 39 ga. Erga tekish uchun keldim. Hı. Alo. Maxfiy raqamdan chiqyapsiz-da, ochiq chiqing bizga. Nomer ochib chiqmang, Telegramdan video vizitdan chiqing. Uzr bo'lmasa men sizga yordam bera olmayman. O'ng kelib qoldi, telefonni ko'tardi. Men telefon ishlatmayman, Telegramdan ko'rishib gaplashaman. Nima? Nima oldu? Yo'q o'g'lim. Tamam, kes şeyimizni. Yani kirgan aka ukalar ekran ustiga 2 martadan uramiz. Ana shu sinimizda kelin qilaman yoki uylanaman degan ota-onalar, aka-ukalar 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamida Telegramdan video vizifga chiqamiz. Kes. Bunisi ekan. Uylanaman, kelin qilaman degan ota-onalar, aka-ukalar 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamida. Atabek chiqyapti, qara. Olib ketaver. Olib ketaver. Shahnoz singlimiz 39 yoshdamisiz? Alo. 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 Telefonga oturib gapirmaydim deyman. Alo. Ekran ustiga 2 martadan urib bitta like'larni bosamiz aka-ukalar. Kelin qilaman, uylanaman degan aka-ukalarimizga, ota-onalarimizga yetib borsin. Bitta like'larni bosamiz. Xo'p. 39 yoshdasiz. Qayerdan bo'lgan nomzodlar qayerdan ko'proq bo'lsin? Qayerga emas, viloyatlarga turmushga chiqishga xohlaysiz? 12 ta viloyatdan ham telefon qilaversinmi? Biz gapirganimizdan ko'ra O'zingiz shuni to'liq tushuntirib bersangiz. O'nakda viloyatdan telefon qilsam bo'ladi. Ozgina mana ko'rib turibsizlar, hayajonda sinimiz. Uylanaman degan, kelin qilaman degan aka-ukalar 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamida Telegram video vizif orqali bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Babajonimiz to'ylari nima? Ha, bobojon to'ylar. Gapiring. Mana bu hozir men telefonim yaxshi ishlamayapti-da. Xo'p. Hozir bitta qiz kelgan, ismi Shahlo, o'shani. Ha. Alo. Gapiring. Ha, yonimizdami? Ha. Men sizga Telegramdan jo'natganimda borgan bo'lsa kerak. Nima jo'natdi? Uylanaman deb. Yo'q, kelgani yo'q ekan. Shahloga. Bormaganmi?
Mana shu qizgami? Shunday. Qayerdansiz ayting. Ko'rinyaptimi? Bulung'urdan, Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan. Sal pasaytir. Pasaytiring. Yo, mana. Telefon bunday qo'lyapti-ku, boshqa ko'rdim. Uzoqdan o'zingizni yaxshi ko'rsating. Telefonini yotqizing-ku. Necha yoshsiz? Ana shu. 40 yoshman. Bir yıl 40'a kirdim. Nima bo'lgan aytib bering, uylanganmisiz? Oilangizga nima bo'lgan? Ajrashganman, qonuniy dokumentlarni. Nechta bolangiz bor? 2 ta o'g'lim bor. Bir yıl avgust oyida ajrashganman. O'g'illar. Ishim bor, joyim bor. Qayerda ishlaysiz? Bulung'urda Humo choyxonasida. Qor bo'lib ishlayman. Uyim ham shu atrofda. Bolalaringiz o'zingizdami? Yo'q, olib ketishgan. Aliment to'laysizmi? Alimentni o'zaro kelishganmiz. Hop, necha marta uylangansiz? Bir marta? Undan keyin boshqa uylanmadingizmi? Yo'q. Endi xudo xolasa. Avgust oyi 2025 avgust oyi dokument bo'lganda ajrim. Dokumentdan oldin o'zingiz necha yil bo'lgan ajrashganga? Dokumentdan oldin? Dokumentlarni avgust oyida qonuniy ajrim bo'lgan, sud bo'lgan ajrimi. Xo'p. Bo'ldi shu. O'sha dokumentlarni birdan ajrashdingiz. Shundaymi yo'q? Ayolingiz bilan ajrashganingizga bir necha yil bo'lgan? 2022-yil ariza berilgan. Keyin bu qiz Ajrim bo'lganda qonuniy dokumentlarni bu qiz ajrim bo'lgan. bu qiz oqfata kiyaman deyapti. Oqfata kiygizdir olasizmi? Aha. Kiygiz olaman. Mashinangiz bormi? Yo'q. Bironta tanishingizda, og'ayingizda mashin bormi? Bor albatta, hammada qarindoshlar bor-ku. Tog'angiz, bir kattangiz bilan hozir kela olasizmi? Hozir iloji yo'q-ku, hozir ishdaman-da men. Ularga endi telefon qilib, ertami borsam bo'lmaymi? Ertan obeddan keyin kechga o'rnida. Chunki Kim bilan kelasiz? ishdaman-da, ertanga reja qilgan ishlarim bor. Bugun ham U oila turganda u rejali ishlarni yig'ishtirib tursa bo'ladi, u keyin bo'laveradi. endi mendan boshqa odam yo'q-da qiladigan. Endi klientlar bor bu yerda. Ularni qo'liga men shunday bo'ldi deb ayta olmayman. Shuning uchun Bizlarda to'y bir kunda bo'ladi. Erta u klientlar bo'lib qoldi deb to'y to'xtab qolmaydimi? Masalan, bobojon uskanaliga vodiydan, vohadan, viloyatlardan, qayerdan bo'lsa ham kelgan. Shunday tengi topildi, ertasi kun to'y bo'lganda. Xuddi shunday sizda ham to'y bo'ladimi yo bo'lmaydimi? bo'ladi. Sizning kanalingizda qo'yganmi? Ha, masalan, bizlarda bir kunda to'y bo'ladi. Yozib turaman siz kanalingizda qo'ygan. Ota-onangiz bormi? Tushunmadim. Ota-onangiz bormi, ota-onangiz? Hozir aloqa yaxshi emasligi menga. Meni eshityapsizmi, eshitilmayaptimi? Tushunmadim. Meni eshityapsizmi? Onam bor, otam o'tib ketgan. Aka, uka, opa, singillar ham bormi? Tushunmadim. Aka Bor. Opam bor, singlim bor, akam bor. Ular o'zlari turmushga bejoy bor. Akam adden yashaydi, onam bilan men o'zim adden yashayman. to'yga u kishilar ham keladimi yo kelmaydimi? Keladi.
ertaga soat nechida kelasiz? Obed vaqtidan keyin 2-3larga borsam bo'ladimi? Kim bilan kelasiz? Ha, men shu o'shani hozir gaplashaman, kim bilan borishdi, nima telefon qilaman deyapti. Qarindoshim, yo tog'ammi, biror kishini olaman. Bu qizni uyiga yaqinlaringiz bilan, ota-onangiz, o'sha yoshi katta insonlar bilan birga keling. Bu insonni ham 99 ga kirgan buvasi bor. Xullas onasi bor. Manzilni ertaga aytasiz. Uy manzil sizga aytilmaydi. Bu qachon to'y bo'lsa, keyin uy manzillar aytiladi sizga. U Ha. Siz yonimizga borib, Ha, keyin aytiladi. hali sizga bu qiz tegaman degani yo'q. Yo siz olaman deganingiz yo'q. Ota-onasi beraman degani yo'q. Bu tegaman deb chiqyapti. Siz uylanaman deb videoga mana chiqyapsiz, lekin hozir kela olasizmi? Yaqin ekansiz. Gideta oramiz 40 minut 35 minutlik yo'l Samarqand shahri bilan. Yo'q, kela olmayman deyapsiz. Hozir kelsangiz, hozirda o'zida misolan bo'lar edi. Yo tegaman yoki uylanaman. Men ishdaman. Ne? Endi uyga borib vaqt ketadi-da, olaman degancha keyin yana vaqt cho'zilib ketadi. Cho'zilib ketaversin. Hozir sizdan keyin ham bir necha insonlar chiqadi. Video davom etadi. Video davom etganda 10 ta nomzod chiqar, 100 ta nomzod chiqar, balkim bitta chiqar. Uni biz bilmaymiz. Biz video qilyapmiz. Agar tengi chiqsa, bu qiz tegaman desa, to'yini qilib beramiz. Keyin ko'pchilik aytayapti, masalan, bir kichkinagina to'y qilib berasiz, qilib beraman deyishadi, o'zi kichkina to'y qilinadi. Keyin bey kelgandan keyin sharoitim yo'q, qarochi qiz bolaga o'zing to'y qil deydigan gaplar juda ko'p bo'ldi-da. Yaqinda ham birov shunday bo'ldi. To'yiga masalan aka gitib dedi, men qochdim ham, keyin beraman deb ham shunaqa qilib ketdi. Uni xafa bo'lish yo'q. Bitta kastamuruk, bitta oqpata o'zi uchun bitta dasturxon yozib ketadi. Bu yerda dangillatib bunday katta to'y qilmaydi. O'shanday qilishga sharoitingiz bormi yoki yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, erta bironki buni ota-onasi to'y qilib bersin dedi, siz to'y qilmay olib ketaman seni, o'zing to'y qilib ber deb shunaqa muammolar bo'lmaydimi demoqchiman. Yo'q, bo'lmaydi-da endi u. Bo'lmaydi. Mana shu qizni birinchi videosini ko'rdingizmi? Ko'rganman, hammasini ko'rdim. Birinchi videosini ko'rdim. Keyin sizga Telegramdan jo'natdim. Shu qizni ko'rib, yaxshi ko'rib qoldingizmi? Rossiyaga ketdingiz, to'g'rimi? 1-2 kundan keyin, video o'tgandan keyin. Ha, Rossiyaga keldim, opa mana. Rossiyaga borganman. Ha. Rossiyadan kelgandan keyin mana keldi, mening to'yim qilib bering deb. Shunga aytayapman. Siz shu qizni ko'rib yoqtirib qoldingizmi? Shunday. Mana sizni xalq ko'rib turibdi. Xalqning oldida seni yaxshi ko'raman deb ayta olasizmi? Nima ayta olmaydi? Bo'lmasa sevaman deb ayting qani. Sevib qoldim. Hem mujik ekan akamga. Mana akaga gap yo'q. Rostdan sevdingizmi? Siz uchun shu brat. Men ko'p bora tekshiribman-da. Ushlang. Faqat bu yerda adres, telefon raqam tarqatilmaydi, to'g'risi gapda. U kelib yuzma-yuz gaplashib, bu yerda hal bo'ladi. Butun xalq bizni ko'rib turibdi. Mana endi qarang, o'ziga qarab turib, sizni sevib qoldim, menga teging deb ayting qani, keyin qizni javobini aytamiz.
Menga turmushga chiqing. Sizni yoqtirib qoldim. Endi siz ham salomlashing. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. İşleriniz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sizda birinchi videomizni ko'rdim. Men jo'natdim o'shanga. Bilmadim, bu kanalda bayram bo'lishi kerak. Xo'sh. Shu orada ketdi. Keyin mana men chiqib ketgan o'yladimdan hozir ishdan chiqib turib Instagramga kirgandim, turgan ekansiz. Ha, to'g'ri. O'shandan beri men video Telegramdan chiqyapman, Instagramdan chiqyapman. Xo'sh. Bu yigit sizga ma'qul keldimi? Uradi necha? Endi gap bunday bo'lyapti-da, qarang. Hozir video davom etadi. Shu video davomida mana hozir bitta yigit birinchi chiqdi. Endi hozir bu video davomida balkim 5 ta odam chiqar. 5 ta odam chiqqan bilan ham birinchi bu odam bilan ko'rishsangiz, teksangiz to'y bo'ladi, ana 4tasi bilan ko'rishib yurmaysiz. Agar bu odamga siz to'g'ri kelmasangiz yoki sizga bu odam to'g'ri kelib qolmasa, bu odam kanalimizni kuzatadi, boshqa qizga uylanadi. Siz boshqaga tegasiz. Endi gapiraversak gap ko'p, hammasi bu xom narsa pishmaganda, u ko'rishilganda ota-onalar bilan hammasi hal bo'ladi. Kesimlar qani, ota-onalari bilan qardoshlar kesimlar qani, ko'rishib gaplashib olaylik qani bu kishi bilan. Mana siz iltimos hozir keling deb aytsangiz, bu odam kela oladimi? Bitta aytib ko'ring-a, bir fikrda bu ham. Men sizga iltimos qilaman, keling deb ayting qani. İltimos kela olasizmi hozir? Qizni ra'yini qaytarasizmi? Nima deysiz? Qiz bola Xonadonda men aniq qo'shna boraman demayman, lekin ertaga qo'shna aniq bora olaman. Sevmaysizmi bu insonni? Men birovning qo'lida ishlayman aka, u iltimos qilsam, endi men sizga va'da berib turib, agar ular javob bermaysa, polvon. ketgan bo'lamanmi? Endi qarang. Siz o'sha ishchidan bitta so'rang. Menga bir qiz iltimos qildi. Hozir mana shu iltimos keling deganda shu opa gapirganda bir badaningiz vijirlab, bir yuraklar boshqacha dupur-dupur qildimi yo bir xil turibdimi? Nimaga unday bo'lmaydi? Oyog'imcha bo'lmaydi. Gapga olding. Oyoq jimirlardi dedi, gap bo'lishi mumkin. Xullas qarang, pishib turadigan narsa. Qiz ham endi borki, menda har xil toifali xarakterlar bor-da. Bu qiz bo'laydiganni bo'ladi, bo'lmaydiganni bo'lmaydi deydiganlarda bir xillar ana gapirmaydi, ichidagisini aytmaydi, yo ichidagisini bilib bo'lmaydi. Yo uzoqdan gapiradi. Bu qizning xarakteri bo'ladi yo bo'lmaydi deydi. Xullas ana u erkakchasiga deyiladi, mardchasiga ham shunaqa dangalchasiga ham gapiradi degan fikrlar bo'ladi. Shunaqa toifadagi xarakterli qiz bu. Endi bizga kelishadi, biz bilan suhbatlashadi, xarakterini bilib aytyapmiz. Siz ham mana xalqda oldida chiqib sevaman deb aytdingiz. Undan tashqari bir xillar yaxshi ko'raman deydi. 50 marta aytsam yaxshi ko'raman deydi. Yaxshi ko'raman o'rniga bitta sevaman deydi. Shu dunyo yo uzilib tushar, yo uzilib tushmas. Bu ham boya qizni borku, mana bu yerda qulog'i eshitib turibdi. Qizga ham kuch-quvvat, motivatsiya beradi-da. Dalda bo'ladi ya'ni. Shu uchun bitadigan ish bo'lsa ko'rish kerak demoqchi edim. O'zingiz ko'rsating, balkim hozir kelaman devoradi. Aytib bo'lmaydi bu kishi aytadi. Kelasizmi, kutib turaymi yo nima qilaylik? O'zim kutib olaman. Qarang, bitta hazil qilaylik bu kishiga. Bitta hazil qilaylik. Men sizga bitta gul topib kelaman, vokzal bir qadim joy. U meni 5 minglik yo'l. Ha. U meni dedim. Bitta gul olib beraman sizga. Xo'sh. Keling, men sizni gul bilan kutib olaman deng qani, nima der ekan. Balkim o'zi yigit bola olib kelish kerak aslida gulni. Tayyorlanan. Ko'rsat. Yo, o'zim mendan. Bitta gul bilan sizni kutib olaman. Keling aka deb ayting qani. Kelasizmi? Yo. Gul beraman sizga deng. Gul beraman, keling.
Qanaqa gap bo'ldi? Nechi kishi bizda aytinglar. 243. Mana qaranglar. Qiz bola aytayapti, keling deyapti. Bitta gul bilan sizni kutib olaman deyishyapti. Nima deysizlar? Yigit akamiz ham mardlarcha gapiryapti. Ajrashganman, ikkita bolam bor deyapti. Povurman deyapti. Birovni qo'lida ishlayman deyapti. Qizni sevib qoldim deganga qiz ham bir yuragi boshqacha bo'ldimi? Bobojon aka bitta gul olib kelib bering, shu yigitni gul bilan kutib olaman degan gapni qildi. Hazil bo'ldi. Men bu gapni o'zim aytdimmi? Endi aka ertaga deyapti. Nima deysizlar? Videoni davom etkiramizmi ertagacha? Ko'p vaziyatlar bo'lgan. Mana shunday video to'xtagandan keyin ertasi kuni yo kelin injiqlik qilgan, ya'ni qiz tomon, yo yigit tomon injiqlik qilgan, to'yi bo'lmagan. Endi bizni qo'limizda emas-da bu. Faqat biz yoritib beramiz, prosta hazil huzur qilamiz. Tegadigan bu kishi uylanadigan bu kishi bular hal qiladi, men hal qilmayman. Nima bo'ldi? Ertadan bemalol gaplashib, hamma shohidlar, o'zimni shohidlarimni aytaman. Endi baribir turmushga chiqadi bu kishi. Bu kishini buvasi bilan, yaqinlari bilan faqat bitta o'zingiz kelmang. Chunki bitta o'zingiz kelasiz, ishoning, men kattalar bilan to'y qiluvchi odamman. Bitta o'zingiz kelib, gaplashib olib bu qilaman desangiz biz uchrashtirmaymiz. Agar yaqinlaringiz bilan kelsangiz, qizni o'zi bilan o'zingiz bemalol alohida gaplashib olasiz. Yaqinlaringiz bularni yaqinlari bilan gaplashib oladi. Chunki bu yerda har xil hodisalar bo'lgan. Endi mayli, shu videoda aytib o'tirmay, juda ko'p firibgarliklar, yolg'on holatlar yuzaga juda ko'p kelgan. Men sizni aytayotganim yo'q, bizda shunaqa bosh og'riqlar juda ko'p bo'lgan. Endi har xil odam bor, men ham to'g'ri tushunaman. Ko'p to'rashtirgandan keyin bilasiz, har xil odam bor. O'zingizda xohlasangiz bir katta yoshli inson qilib ko'ring, yo 60 yo 70 yo 80 90 ga kirgan insonsiz. Qizingizni meni uyimga yo opa-singlingizni meni uyimga jo'natsangiz, o'shanda siz uni tushunasiz-da. Masalan, siz haqingizda gap ketsa. Lekin men sizga aytayotganim yo'q. Bizni juda ko'p insonlar yolg'on ma'lumot bergan, prosta vaqtini olib yomon holatlar yuzaga kelib qolgan. Lekin mardlarcha uylanaman deb toza ko'ngil bilan shunday kelgan insonlar shunda uylanib ketgan. Toza ko'ngil bilan telefon gapiryapman demak. Bo'lmasa nima siz kanalingizni nima edi? O'zimni chiqarib kerak emas-ku, men boshqa bo'lmasa, aktyor bo'lmasa. Bo'lmasa ertaga keladi, bo'ladimi? Baribir bugun kela olmas ekan. Gulga borib o'tirmayna? Yo'q, ertaga o'zlari olib keladilar. Ertaga. Erta kelsangiz gul olib kelasiz, bugun kelsangiz qiz bola olib beradi. Qaysi biri? Ma'qulmi? Uni o'zim olib boray. Endi barcha kuzatuvchi yaxshi insonlar, videomiz davom etadi. Video davomida soat 2 gachami, 1 gachami video qilamiz. Lekin bu yerda bitta navbat bo'ladi. Video davomida agar kimdir bu kishini ko'ngliga yoqsa, ma'qul kelsa, avval bu inson bilan ko'rishadi. Bu inson bilan to'y bo'lsa, qolib ketadi. Agar bu inson bilan ko'rishib to'g'ri kelmasa, keyingisi bilan uchrashadi. Xullas Xudoni aytgani bo'ladi, o'zlari hal qiladi. Men yoritib beruvchiman, tanlash huquqi o'zlarida. Xullas aka, manzilingizni ertaga aytasizmi? Manzilim sizga men lokasiya tashlab beraman. Siz hozir suratingizni